Shu kunlarda mamlakatimizda muhim voqea aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Ro'yxatga olish nima uchun kerak va bu jarayon qanday ketayotgani haqida hamkasbim Murodjon Ahadov reportaj tayyorlagan. Tomosha qilamiz. Bugun O'zbekiston juda tez o'zgaryapti. Buni ko'chada yurgan oddiy odam ham, qishloqda mehnat qilayotgan dehqon ham, xorijdan kelgan mehmonlar ham yaxshi sezyapti. Kecha mavjud bo'lmagan yo'llar, yangi turar joylar, ishlab chiqarish korxonalari, ta'lim va tibbiyot muassasalari bugun hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Eng muhimi, odamlarning fikrlashi, davlatga bo'lgan munosabati ham o'zgaryapti. Bu o'zgarishlar tasodif emas. Bu yangi O'zbekiston, yangi zamon manzarasi. Lekin har qanday o'zgarish mustahkam asosga tayanmasa, u uzoqqa bormaydi. Davlat qanchalik kuchli qarorlar qabul qilmasin, agar u o'z aholisini aniq bilmasa, bu qarorlar samara bermasligi mumkin. Shu bois bugun O'zbekiston uchun aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Nega bu jarayon shunchalik muhim? Demak, so'nggi marta 1989-yilda O'zbekiston tarixida aholini ro'yxatga olish tadbiri bo'lib o'tgan. Unda barcha narsa inson omili bilan, ya'ni qog'ozlarda odamlarni ro'yxatga olish tizimi amalga oshirilgan. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bu o'zi tadbir nega kerak? Mustaqil O'zbekiston tarixida birinchi marta o'tkazilayotgan bo'lganligi uchun ko'p fuqarolarimiz bu haqida hali ma'lumotga ega emas, nima qanaqa tadbir ekanligi haqida. O'zi mazkur tadbir bu juda katta ahamiyatga ega bo'lgan tadbir bo'lib, bunda fuqarolarni yaxshi yashashi, farovon hayoti, ertasi farzandlarni kelajagi uchun barcha ijobiy shart-sharoitlar davlat tomonidan ishlab chiqilishi, strategik barcha yo'l xaritalari, rejalarni ishlash uchun maqsad qilingan katta masshtabdagi tadbir hisoblanadi. O'tgan yillar davomida aholi soni ko'paydi, shaharlar kengaydi, qishloqlarda ham hayot o'zgardi. Yangi fermer xo'jaliklari, tomorqalar, ishlab chiqarish korxonalari paydo bo'ldi. Yoshlar soni ortdi, migratsiya jarayonlari tezlashdi. Tabiiyki, bu o'zgarishlarni eski ma'lumotlar bilan baholab bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bu kechagi emas, bugungi va ertangi O'zbekiston uchun zarur bo'lgan strategik qadamdir. Ko'pchilik bu jarayonni shunchaki odamlarni ro'yxatga olish deb o'ylashi mumkin. Aslida esa bu juda keng qamrovli tadbir. U orqali jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va demografik holati haqida to'liq tasavvur hosil qilinadi. Masalan, ma'lumotlar asosida qayerda maktab va bog'cha yetishmayotgani, qaysi hududda ishsizlik yuqoriligi, qayerda tibbiy xizmatni kuchaytirish zarurligi, qishloqlarda yer va chorva resurslaridan qanday foydalanilayotgani aniqlanadi. Bu esa davlatga qarorlarni taxminga emas, aniq ma'lumotga tayanib qabul qilish imkonini beradi. E'tiborli jihati shundaki, bu galgi aholini ro'yxatga olish tadbirlari avvalgidek eskicha va rasmiy uslubda emas, balki yangicha yondashuv va yangi tizim orqali amalga oshirilmoqda. 15-yanvardan 28-fevralga qadar davom etadigan ro'yxatga olish ishlari 2 bosqichda tashkil etilgan. Birinchi bosqich 15-yanvardan 31-yanvarga qadar onlayn tarzda amalga oshiriladi. Bunda siz o'zingizga qulay vaqtda va qulay joyda census.stat.uz portaliga kirib, OneID tizimi orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Internetdan foydalanish imkoniyati cheklangan aholi qatlami ham e'tibordan chetda qolmaydi. Bu holatda mahalla orqali 4-28 fevral kunlari uyma-uy yurib ma'lumot yig'iladi. Mahalla xalqqa eng yaqin tizim. Odamlar taniydigan, ishonadigan shaxslar bilan muloqot qilish esa ma'lumotlarni haqqoniyligini ta'minlaydi. Albatta, har qanday ma'lumot yig'ish jarayonida fuqarolarda xavotir bo'lishi tabiiy. Shaxsiy ma'lumotlarim yaxshi himoyalanadimi? Ulardan qanday maqsadlarda foydalanishadi degan o'rinli savollar tug'iladi. Shu bois bu galgi jarayonlarda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishga alohida e'tibor berilmoqda. Aholi bilan birga qishloq xo'jaligini o'rganish ham bejiz emas, chunki mamlakatimiz aholisining katta qismi qishloq joylarda yashaydi va ularning hayoti bevosita yer, suv va mehnat bilan bog'liq. Qishloq xo'jaligidagi haqiqiy holatni bilmasdan turib, oziq-ovqat xavfsizligi, eksport yoki fermerlarni qo'llab-quvvatlash haqida gapirish mushkul. Shuning uchun bu sohada aniq, ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lish zamon talabi hisoblanadi. Murodjon Ahadov, Husan Jumanazarov, Farruh Ro'zmatov, Aziz Yangizakov, Yangi zamon tahliliy dasturi uchun.